الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Hürmetli qeyrindaşlar, bugünkü dersimiz Ülgimiz kim degan temadagi darsning 12-chi qismi. Bu darsda to'xtaldig'imiz vahiy insonning chiqish yo'li. Nima uchun Robbimiz Jalla va Ala vahiyni tushirdi? Ya'ni mush insoniyatga vahiyni nima uchun tushirdi degan bir masala ustida o'ylanib baqadigan bo'lsak, bu vahiyninki naqadar muhim ekanligini, agar vahiy bo'lmasa insoniyatning ahvoli nega boradiganligini buni ozdir ko'pdir taxmin qila olamiz, tushuna olamiz. Robbimiz Jalla va Alaning vahiyni tushirishi, chunki vahiy har bir inson uchun o'zining dunyodagi mavjudiyatidan muhim. Chunki vahiy har bir inson uchun onasi dadasidan muhim. Chunki vahiy har bir inson uchun kundulik tamoqidan muhim. Chunki vahiy har bir inson uchun ayollikdan muhim. Dunyoda insonni qiziqtiradigan, inson bir-biriga qiziqib yashaydigan mushundaq ahvollardan olib aytganda, chunki vahiy bir inson uchun bola chaqalardan muhim. Chunki vahiy inson uchun eng yaqin do'st, el-ag'inalardan muhim. Chunki vahiy har bir inson uchun yüz obro'ydan muhim. Chunki vahiy pul, mal, dunyo, boylikdan muhim. Chunki vahiy har bir inson uchun o'qitishdan iborat bo'lgan inson eng muhim deydigan narsalardan muhim. Chunki vahiy har bir inson uchun doktorlik, professorlik va kashfiyotchilik saviyalaridan muhim. Chunki vahiy har bir inson uchun mushu dunyoda inson erishalaydigan va erishish ehtimolligi bo'lgan har qanday qimmatli narsalardan muhim. Nima uchun bu darajada bu vahiyni muhim deb tushunimiz va tushundirimiz degan masalada, agar yuqorqi biz sanab o'tgan narsalar yoki biz sanab bo'lmagan nurg'unlagan mush insonlar alohida narsa mushu deb biladigan va bilinib kelayotgan narsalarning eng yaxshisiga inson erishgan taqdirdimi, bu narsalar insonni mangulik baxtga erishtirolmaydi. Agar bu narsalarning ba'zilaridan yoki hammadan ayrilib qolgan taqdirdimi inson hayoti dunyoda, ya'ni mushu dunyoda bir butun baxtsiz bo'lib, ya'ni mangulik bir baxtsiz bo'lib yashamaydi. Yoki mangulik baxtlik yoki mangulik baxtsizlik degan bu narsa yuqorqi sanalgan narsalar bilan bevosita munosabatlik emas. Gerçi bizga nisbatan shundoq bilinadi. Ba'zi narsalar bizning mangulik bir baxtimizdek bilinadi. Ammo bu yerda mangulik baxtlik bo'lish va mangulik baxtsizlik bo'lish faqat jannatda va do'zaxda ifodalanadi. Agar bir inson jannatga kirib qolsa, mangulik baxtga erishgan bo'ladi. Jahannamga kirib ketib qolsa, mangulik baxtsizlikka erishgan bo'ladi. Hamda jannatga kirishning, do'zaxga kirib ketishning farqini ayiradigan bu yo'l, bu ko'rsatma vahiy, ilohiy vahiy. Vahiydan xabarsiz qolsa, mangulik baxtsiz bo'lib qoladi. Vahiydan xabarsiz qolsa, vahiyni o'rganmasa, vahiyni bilmasa, vahiyning nima ekanligi bilan kori bo'lmasa, bu inson mangu baxtsiz bir inson bo'lib qoladi. Bu inson bir yani bilmaydi. Bu yo'lning oyog'ining nega verishini bilmaydi, yo'lda ketib boradi. Bu inson agar mushu holatda bo'lsa nega boradi deganni tasavvur qilgan vaqtida u inson o'zi bilmaydi hamda uni. Kofirning misoli mana bunga o'xshaydi. Dunyo bir yo'l. Bu yo'lda mangadi. Bu kofir o'lib ketgandan keyin nima ishlarning buni kutib turayotganligini bilmaydi. Nima ishlarga uchrashadiganligini bilmaydi. Buning qandaq ahvollar bo'ladiganligini bilmaydi. Ammo musulmon bu bir yo'lda mangadi, bu musulmon bu yo'lning nega boradiganligini biladi.
yo'lning belgilariga qarab taxtiga yozilgan xatlarni o'qib manganga o'xshash o'zining vahiydan iborat bo'lgan bu materialini, bu ko'rsatmasini, bu yo'l belgisini davomliq o'qib, eslab, bilib shu ko'rsatma bo'yicha mangadi. Mana bu kafir bilan musulmonning mushu dunyodagi farqi. Demak, mana bu vahiy, mana mushundaq bir alohidalikka ega bo'lgan, mushu darajada muhim bo'lgan bir narsa. Agar musulmon bo'lish sifatimiz bilan men mu'min, men musulmon deydigan ig'zimizda gapimiz bor, ammo vahiy bilan karimiz bo'lmadi. O'qimadik, o'rganmadik. Bu vaqtda qandaq bo'ladi degan vaqtida, qisman vaqtida heliqidek kafirga o'xshab qilish xavfi kelib chiqadi. Ezib ketib qilish, e'tiqodda ezib ketib qilish, amalda ezib ketib qilish, qiyib ketib qilish, oldinib ketib qilishdan iborat bo'lgan xatarlar mana shundan kelib chiqadi. Endi bu vahiy bizlarga nimani o'rgatadi deganda, do'stga qandaq muomala qilish, dushmanga qandaq muomala qilish, oilada qandaq bo'lish, jamiyatda qandaq bo'lish, farzand ona dadaga qandaq muomala qilish, ona dada farzandlarga qandaq muomala qilish, urug' tuqqanlar o'zaro qandaq muomala qilish degandek va shuning o'xshagan nurg'unlagan ko'rsatmalarni biz na'dan bilamiz? Vahiydan bilamiz. Mana bu vahiyning muhimlik qismi. Agar bir inson vahiyga e'tiqod qilsa, vahiyni o'rgansa, vahiy bilan yashasa, vahiyga o'zini moslashtirsa, diqqat qilish tegishli bir masala, vahiyni o'ziga emas, o'zini vahiyga moslashtirsa, bu vaqtida bu inson o'zining boradigan yerini biladi. Dunyoda nima ish qilsa to'g'ri bo'lganligini biladi, shu ishning to'g'risini tepib qiladi. Bir inson bir yerga bormoqchi bo'lsa, masalan, ma davlat yashayotdi, yana bir davlatga safar qilmoqchi, bugun bu yerda turyotdi, ati Arabistonga bormoqchi yo boshqa bir davlatga bormoqchi, safar tayyorligi bir aqur tutib qoldi. Buning kallasida avvalgi berishdan burun nima bo'ladi deganda, men shu yerga borsam, men nima ish qilishim kerak, nega tushishim kerak, kim bilan ko'rishishim kerak, u yerda menga nima kerak degandek bir aqur tayyorliklarni hozir ma davlatda turib qilib bo'lamiz-ku uni. Agar mu'min, musulmon vahiyga to'liq ishongan e'tiqod qilgan vaqtimizda vahiy bizga o'lgandan keyin tirilish bor desa, o'lgandan keyin jannat bor desa, o'lgandan keyin davzax bor desa, o'lgandan keyin Malikul Jabbar Taala va taqaddasning oldida turib beradigan bir hisob bor desa, biz shuningga to'liq ishonsak, bizning boradigan o'rnimiz shu bo'lmoqchi bo'lsa, hozirdan boshlab bizning ideyamizdagi bir g'am va tayyorlik paydo bo'ladi. Mana bu amaliy harakatlarimizda buningki tayyorligi ish harakatlarimiz bilan ifodalanadi va qilinadi. Mana bu shunga o'xshagan masala. Vahiyning mana muhimligi shundaq. Rabbimiz Jalla va Ala insonningki mushu dunyodagi vazifasini deb astag'izbillah va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Men jinlarni va insonlarni faqat menga ibodat qilish uchun yaratdim. Bizningki mushu dunyodagi vazifamizning nima ekanligini, nima ish qiladiganligimizni Rabbimiz Jalla va Ala nayt qisqagina bo'lgan oyatda tushundirib, men jinlarni va insonlarni faqat menga ibodat qilish uchun yaratdim. Demak, bu dunyodagi bizning maqsadimizni, bizning yaratilishdagi maqsadimizni Rabbimiz Jalla va Ala bu shaklda uqtirib berdi. Buningdek mushu oyatningki, mushu vahiyning ko'rsatmasi bo'yicha yashaydigan jinlarmi bor. Bu oyatdan shuni tushunamiz endi. Bu vahiyning ko'rsatmasi bo'yicha yashamaydigan, buni o'ziga moslashtirib yashamaydigan bundaq bir jinlarmi bor, xuddi insonlarga o'xshash. İnsanlarmı shundaq. Bu vahiyning ko'rsatmasi bo'yicha yashaydigan insonlarmi bor. Masalan, bu vahiyning ko'rsatmasi bo'yicha qandaq yashaydi bir musulmon, bir mu'min. Rabbimiz Jalla va Ala va idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum va aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum va arjulakum ila al-ka'bayn. Sizlar namozga tursanglar, namoz o'qimoqchi bo'lsanglar, o'zinglarni yuvinglar. İki qo'linglarni jaynikinglar bilan qetib yuvinglar. Boshning to'rtning biriga masih qilinglar. Putlaringlarni o'shqonlar bilan qetib
putonlarni o'shqonlar bilan qetib jo'nglar degan bo'lsa, musulmon mana bu vahiyga moslashib yashayotdi. Shunday qilyotdi. Va aqimus sola, namoz o'qinglar degan bo'lsa, musulmon namoz o'qiyotdi. Va atuz zaka, zakat beringlar desa, musulmon zakat beryotdi. Demak, vahiyga moslashib yashayotdi. Yaxshilik qilinglar desa, musulmon yaxshilik qilyotdi. Yomonlik qilmanglar desa, musulmon yomonlik qilmayotdi. Shuningdek, vahiyda nima ko'rsatilgan bo'lsa, musulmon taqatning yetishicha buni qiladi. Taqatning yetishi qiladi. Ba'zi musulmonlar voyaga yetkazib nayt yaxshi qiladi. Ba'zi musulmonlar o'rta hal qiladi. Ba'zi musulmonlar ma'lum bir qismini qiladi. Lekin Rabbimiz jalla va ala bizga qo'ygan talab, bizga nimani buyurgan bo'lsa, bizdan shuning hisobini oladi qiyomat kunida. Men vahiyni avatdim deydi. Men vahiyni sizlarga avatdim. Bu vahiyni sen ijro qildingmi, qilmading? O'rgandingmi, o'rganmading? Shu vahiy bo'yicha yashadingmi, yashamading? Vahiyni hayotingda qandaq o'lchamlik men talab qilgandek shundaq yashay oldingmi, yashamading degan bu hisobni Rabbimiz jalla va ala bizlardan oladi. Endi dunyoda bir insonni misolga ilib tushungan vaqtimizda kashfiyotchi yoki bilim odami, tadqiqotchi, nayt yuqur saviyadagi professor darajalik dunyoda shundaq nayt yuqur bilim saviyalik insonlar bo'ladi endi. Nurg'un narsalarni tadqiqot qilgan, bir narsalarni yasagan mushundaq inson. Ammo bu o'zi vahiyga ishonmaydi, agashmaydi. Vahiy bo'yicha yashamaydi. Endi mushu musulmon bilan vahiy bo'yicha yashaydigan, jiq o'qib ketmagan, normal bir chala savat kundilik hayotida vahiyning ko'rsatmasi bo'yicha yashaydigan bir musulmonni silishtirgan vaqtimizda shu jiq o'qib ketmagan bo'lsa-mu, vahiyni o'rgangan, vahiy bo'yicha yashagan mana mushu inson heliqadak alayda bilimlik, iqtidorlik, kashfiyotchi, tadqiqotchi, cho'ng saviyadagi bir insondan bu inson aqlli hisoblanadi. Chunki u inson o'zining buningdan keyin nega berishini, nima ishlarga uchrashishini buni tasavvur qilmadi. Demak, kafir musulmonga nisbatan yo'lning nayt qisqa bir yerini ko'rdi. Shunda qaraydi, balki uning ko'zi ma'lum bir yerga ko'rdi. Musulmon shunda qaraydi, ko'zi bilan ko'rgan yanimi ko'rdi. Kafirning ko'rgani shu edi, unimi ko'rdi. U kafir ko'ranmagan uning jiriqini ko'rdi. O'lgandan keyin terildig'ini ko'rdi. Terilib bo'lgandan keyingi hisob kitobni ko'rdi va davzaxni, jannatni ko'rdi. Ko'rdi deganimiz xuddi ko'rgandek e'tiqod qiladi. Shu e'tiqodida ching turdi. Mana bu mu'min muvahhidlarning, musulmonlarning vahiyninki keynidan mengayotganligi, vahiy bilan birga yashayotganligining ifodasi. Endi bu yerda vahiyni o'rganib, bilib, hayotida prinsip qilib yashasin deb Rabbimiz jalla va ala ulgimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga vahiyni tushirdi. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam vahiyni o'zining hayotida, o'zining barliq yashiga aylantirib, hayot yo'li qilib yashadi. Aisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilingan hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning axloqini tushuntirib, Rasululloh xuddi Qur'onning mengayotganidek bir kishi edi. Ya'ni xuddi Rasulullohning barliq holati Qur'on edi deydimdi. Xuluquhul Qur'on, Rasulullohning axloqi, xuluqi, mijozi, xarakteri hammasi Qur'on edi. Qur'onning o'zini yozilgan bir ssenariy desak, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu ssenariyaning rolchisi edi. Shuni shundaq amaliy tatbiqlab yashagan edi. Endi bu kishi o'zi shundaq yashadi. Sahabelarga bu Qur'oni Karimni, bu vahiyni o'rgatdi. Sahabelar buni o'rgandi. Bular shundaq o'zininki amaliyatiga bu vahiyni birlashtirib yashadi. O'zini shu vahiyga moslashtirib yashadi. Bu vahiy bizning davrimizga yetib keldi. Biz taqat yetishicha shu vahiyga esilib yashaymiz. Kim bu vahiyga esilib yashaydi ekan, mana bu kishi dunyoda xotirjamchilik, baxt, saodat ichida bo'ladi. Endi bundaq deyilsa, musulmonlarning beshiga kelayotgan o'lim, zulm, qiyinchilik, mushularmi bu musulmonlarning baxtimi deb o'ylab qilishimiz mumkin. Bu musulmon zulmda qolgan bo'lsa-mu, o'ltirilayotgan bo'lsa-mu, qiynalayotgan bo'lsa-mu,
faqat vahiydan yüz örmegenli bolsa, yana şu vaqtida şu zulümning içinde turib, yana şu baxtlik. Kapırğı silish to'g'anda. Nima uchun baxtlik? Isil sapada o'tirib, karvatlarda o'tirib, nazu ne'matlik yashayotgan bir kafir bilan şu kafir tarafdan vahiga agashting deb jazolanayotgan, azoblanayotgan, qiynalayotgan musulmonlarni silish to'g'an vaqtida, agar şu musulmon o'zining şu e'tiqodida şu vaqtida ching tura olsa, a kafirdan ma musulmon baxtlik. Chunki yuqorida biz degandek, bu hayat mengülük baxt saadet o'rin emas. Mengülük baxt nerede boludu? Cennette boludu. Rabbimiz Celle ve Ala dünyadaki ma'lum mezgillik baxt saadetlerge göllenip kalıdığan emas, belki eslideki mengülük baxt boğan orunga intilgüçlerden kılsın. Hem de bu yerde vahiy meselesi kelgan vaqtimizda, eğer muşu vahiy bo'lmasa edi, vahiy tushmagan bo'lsa, inson qandoq bo'ladi? Buni bir tasavvur qilib, o'ylanib beqishga bo'ladi. Bizning zamonimizda bizmo yoki har bir kishilar nihoyatda jiq biladigan masaladan birini misolga olgan vaqtimizda, agar vahiy yo'l yo'riq ko'rsatmagan bo'lsa, vahiy bizga yo'l belgisi bo'lmagan bo'lsa, vahiy bizga ta'limot bermagan bo'lsa, vahiy bizga bir nurluq mash'al chiroq bo'lmagan bo'lsa, insanlar qandaq holatlarda qolib qoladi desa, qiz balani akisi ilishi mumkin, dadisi ilishi mumkin. Chunki cheklama vahiy bo'lmadi buningda. Buning to'g'ri xatoligini bilmaydi. Bir bola o'zining onasini ilishi mumkin. Buning to'g'ri xatoligini biladigan bir belgilimi yo'q. Buning bir ko'rsatkich yo'q. Chunki o'xshash ayol zoti. Buni biz nereden bildik? Vahiy orqali bildik. Endi kafirlarmi qisman taraflardan vahiyni inkor qilib, agashmaymiz da'vatqini bilan qarab beqib, mushu dunyoda yashayotgan silimizdek qarashga ojiz ko'rinayotgan musulmonlarning ta'siriga uchrab, qisman taraflarini to'g'rilab yashag'liq. Mana bu vahiyning foydasi. Va shuningdek, bizdan ilgarki tushgan kitoblardami nurg'unlagan vahiyning ko'rsatmalari bo'lgan. Ya'ni bizga tushgan kitoblarning Qur'oni Karimdan ilgari tushirilgan, Alloh tarafdan tushirilgan vahiylardimi insoniyatga ko'rsatmalar bo'lgan. Bizningki vahiy, bizga bo'lgan vahiy, ya'ni Qur'oni Karim vahiysi bu albatta ilgarki tushirilgan hukmlar, ahkomlarningki hammasini o'z ichiga olgan, islom ummatiga eng oson va foydali bo'lgan ixchamlangan bir vahiy, ya'ni Qur'oni Karim. Endi buni mushu sohadan tasavvur qilgan vaqtimizda bizga ikki narsa bizning xiyolimizga keladi. Birinchisi, bizning mushu vahiyga agishadigan, vahiyni o'rganadigan, vahiy bilan yashaydigan, vahiyga o'zimizni moslashtirishga tirishadigan taqatimiz yetishcha mushundaq bir musulmon bo'lib qolganligimiz uchun Rabbimiz Jalla va Alaning bizga mushu ne'matni berganligi uchun biz naitijiq Rabbimiz Jalla ve Alaga madhiyalar aytishga to'g'ri keladi. Chunki biz alayda izlanib topmadik bu yo'lni. Qattiq bir tadqiq qilib o'ylanib tepib ketmadik. Nurg'unlagan aqlliq qilib ishlaydigan kafirlar va munofiqlar va aqlliq sili bizdan yoki dunyodagi boshqa musulmonlarning o'zini qattiq aqlliq chaqlaydi. Ammo vahiyning ko'rsatmasi bilan ishi yo'q. Vahiy bilan buning ishi yo'q. Mana bu jahil, mana bu nadan. Agar vahiyga qaytmay o'lib ketib qolsa, ma'wahu jahannam, uning joyi jahannam bo'ladi. Nima degan yomon joy jahannam? Endi bu yerda biz o'zimiz musulmon bo'lib qolganlik uchun Rabbimiz Jalla va Alaga cheksiz hamd va sanolar aytamiz, cheksiz madhiyalar o'qiymiz. Ikkinchi bir masala bizga ta'sir qildigini, mushu vahiydan xabarsiz qilib qilayotgan, ammo vahiy yetkazilsa, mushu vahiyga agishish ehtimolligi bo'lib qilayotgan nurg'un insonlar bor bu hayotda. Mushu insonlarga içimizni og'ritadigan bir kayfiyat bo'lish kerak. Mushu insonlarmi bizga o'xshash odam, bu bichora faqat nadan, jahil, bichora bilmaydi. Agar bilib topqasi bizga o'xshash mushu yo'lda mengib qalam to'g'iydi deydigan bir ideya bo'lish kerak. İçimizni og'ritadigan
bir keyfiyat bolsa, bularga qo'limizdan kelishçe bularga kuchaymiz, tarbiya qilamiz, da'vat qilamiz. Shuning dunyoda bir qism olimlar maxsus mushundaq o'zi kufur qavmiyatlar, kufur insonlarga ta'sir qilgidek shundaq bir tayyorliklarni qilib, ilmiy saviyasini shuningga to'g'rilab, shularga tushundirish olib berib, nurg'unlagan kishilarga diniy hukmlarni vahiyning alohidligini tushundirib, u Allohning bir bandasi ekanligini uning eslatish orqali Allohning dinini qaytarib keladi. Dinda shuningga da'vat ikki xil bo'ladi. Biri qari kafirga da'vat qilish, Allohga ishonmaydigan. Yana biriga musulmon bo'lib bo'lgandan keyingi kishilarga da'vat qilish. Bu asosliqi yaxshilikni buyurish, yomonlikdan to'sish deb ayriladi. Yani yaxshilikni buyurish, yomonlikni to'sish. Da'vat degan atalg'i umumiy jihatdan qari kafirga deyiladigan atiladigan so'z asli ma'nosi. Hamda hozir islom ummati bir tarafdan qargan vaqtida ayt yaxshidek turgan, yani qisman taraflardan aytgan vaqtida qari kafirning qisman xuylarini, e'tiqodlarini, ko'z qarashlarini singdirib olgan bo'lganlikdan bularga da'vat qilinish kerak deb da'vat labzi ishlatilib qolgan bo'lsa kerak ulamolar tarafdan. Aslida Qur'oni Karimning istilohi mana shu. Qachoniki islom ummati vahiyga sal qaradi, Alloh dushman degan bo'lsa, uni dushman qatorida ko'midi. Do'st degan bo'lsa, do'st qatorida ko'midi. Demak, do'st bilan dushmanni ayriyanmidi? Shu sababdan islom ummatininki beshiga falokatchilik yuzlanishga boshladi. Bugungi ahvol kelib chiqdi. Endi bu xafalikni saqaytish uchun yana islom ummati aslidagi vahiyga, vahiyning talabiga o'zimizni tatbiqlash, o'zimiz shuningga o'zimizni moslashtirishga, terishib o'rganishga, amaliy hayotimizda, o'zimizda, oilamizda, jamiyatimizda mushuni qaytadan bir hayotga tatbiqlashga to'g'ri keladi. Rabbimiz Jalla va Ala hammamizni mana bu vahiyning qadr qimmatiga yetib yashaydigan, vahiy bilan yashaydigan va vahiy bilan qo'zg'aladigan kishilardan bo'lishga nasibalar qilsin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Rasulullohi wa qudwatana lan nad'al gharba yudannisuna lan narda أبدا ذلتنا يا رسول الله يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله